Epica mashinamiz bor. Yili 2011 da ishlab chiqarilgan. Mashinaning holati tiniq holat. Kraska bitta krilo kapotda kraskasi bor. Balonlar archa balon, yaxshi, yangi почти. Kapot kriloda kraskasi bor, qolgan yerda kraska yo'q mashinani, ichiga o'rtmagan, kraskalari yo'q, qolgan yerda udari yo'q mashinani. Butun mashina 2011 da ishlab chiqarilgan Epica mashinasi. Yaxshi chexollar taqib qo'yilgan. Gaz qo'yilmagan, hali gaz yo'q, benzinda yuribdi mashina. Mashinaning holati yaxshi. Mexanika. Mashinani motor, korobka, hadovoylarda ishi yo'q. Motor 2 lik motor. Motorlar qilib qo'yilgan, yog' yemaydi. Mana butun turibdi. Epica mashinamizda narxi $5400 ga berib yuboriladi. Oxirgi narxi shu. Keyin daverni ham chiqaradi. Оформление qilaman deganlarga оформление ham qilib berilaveradi. Mashinamiz yurish turishlari zo'r, hadovoylarda ham ishi yo'q, motorlarda ham ishi yo'q, korobka ham yaxshi, salonlari ham yaxshi turibdi. Keyin daverni istedimlar, bo'ydagi metrini qilib berilaveradi. 94lik 041 46 26 ga murojaat qilaverasizlar.